بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nabiy sollallohu alayhi vasallamga qattiq ozor bergan kishilar, eng qattiq ozor bergan kishilar bu qo'shnilar. Payg'ambarimizning qo'shnilari kim edi? O'zining amakisi Abu Lahab, Uqba ibn Abi Muayyid, Hakam ibn Abil Osi hamda Uday ibn Hamro as-Saqafiylar. Ular payg'ambarimizga ozor berishlikka kelishib olishgan edi. Agar bularni birortasining uyida axlat to'planib qolsa yoki bir qo'ymidi, tuyamidi bir jonliq so'ysa, ichak chavoqlarini, qornini yorganda chiqqan najosatlarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eshigiga tagida olib tashlab qo'yishadi. Har kuni. Endi tasavvur qiling-da, o'zi bitta qo'shningiz yomon bo'lsa, hayotingiz qanaqa achchiq bo'lib ketadi. Endi hamma qo'shnilar shunaqa bo'lsa-chi? Va mana shu aziyat har kuni davom etsa-chi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu axlatlarni o'zining muborak qo'llari bilan yig'ishtirib qo'yar ekan, qo'shnichilik haqqi shumi? Qo'shnichilik haqqi shumi deb boshqa gap qo'shmasin. Biz mana shariat islomiya qo'shniga qanchalik yaxshi muomala qilishimiz kerakligini ta'kidlab aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Jibril menga kelib, qo'shniga yaxshilik qilishlikka vasiyat qilaverdi. Borib qo'shni mendan keyin meros oladi shekilli degan fikrga kelib qoldim. Ya Rasululloh, men o'zimni yaxshi odamligimni qayerdan bilaman desa, qo'shningdan so'ra. Qo'shni yaxshi desa, yaxshisan, yomon desa, yomonsan. Yigit kishining baxti to'rtta narsada: foydali markab, keng hovli, yaxshi ayol hamda qo'shni. Bizda endi qarab turinglar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilayotgan ishini. Biz anaqa bo'lgan ekan, manaqa bo'lgan ekan deb eshitib qo'yishimiz kerak emas. Endi yaxshilik qilay deyman, o'zi qo'shni yomon bo'lsa-chi deydi. Ya'ni qarangda, hech kim o'zini yomon qo'shni demaydi. Qo'shnisi yomon. Sen o'ylab ko'r, nimaga u yomon? U hammaga bir xil yomonmi yo bitta senga yomonmi? O'ylab ko'rda. Agar qo'shning yomon, yo'q. Agar sen yaxshi bo'lsang, ablah qo'shni nima qiladi? Bilasizmi? Yaxshi muomala qiladigan qo'shnisiga ichib yegan odam ichib yegandan to'polon qilishini tepmaydi. Bu deydi, yaxshi deydi. Aqlini yarmi tushib turgan mas odam ham eshigini borib tepmaydi. Nimaga? Bu deydi, yaxshi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shnilardan yetgan aziyatga sabr qilyapti. Qo'shniga yaxshilik qilish deganda faqat unga non chiqarish, ko'mirini tashishni tushunmaylik. Qo'shnini aziyatiga sabr qilish ham yaxshi qo'shnichilikda ko'rinishi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ochiq dushmanlik qilayotgan qo'shnilaridan yetgan aziyatga nima qilyaptilar? Agar yomon bo'lsa ham sabr qilaveraylik. 10 yil yomonlik qiladi, bir marta xato gapirmadi deb bir kun insof berib qolar. Demak, payg'ambarimiz qo'shnilardan ko'rgan aziyatlariga sabr qilardilar. Kunlarning birida Nabiy sollallohu alayhi vasallam Ka'batullohning oldida namoz o'qiganlar, Qurayshning sayyidlari o'tirardi. Payg'ambarimizning namozda turganini ko'rib ichlari yonar edi. Shu vaqtda bir qavm keldi, bir tuyani so'yib, go'shtlarni maydalashdi, qonidan chiqqan najosat, ichak chovoq qonlarni bir joyga tashlab qo'yishdi. Shunda ular kim hozir Muhammad namoz o'qib turganda mana shu ichak chovoqni bor ustiga tashlab qo'yadi. Shunda eng yaqin qo'shnisi bo'lgan Uqba turdi, men dedi. Unga birov pul va'da qilmadi, anaqa beramiz demadi, badbaxtligidan. Men bo'ldi bir-birini shijoatlantirib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sajda qilib turganlarida Uqba bordi, ichak chovoqlar yorilgan najosatlarni olib turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning muborak boshlariga yelkalariga tashlab qo'ydi. Payg'ambarimiz odatda sajda qilib tursalar, uzoq sajda qilardi. Lekin bu safargi turishlari odatdagidan ko'proq bo'lib ketdi. Hech kim payg'ambarimizning boshidan mana shu najosat olib qo'yishlikka quvvati yetmadi. Musulmonlar zaif edi, nochor edi. Sabr qilishdan boshqa chorasi yo'q edi. Hech kim olib qo'yishlikka qurbi yetmadi. Shunda Fatima onamiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qizlari keldilarda, olib tozalab atib qo'ydi. Ungacha bu yoqda turib, mana shu ishni qilib qo'ygan Quraysh sayyidlari maza qilib ko'rishdi. Shuni qattiq ko'rishdiki, quvvatlari ketganidan bir-birlariga suyanib qoldi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchi marta kelib duo ibodat qildilar.
Mana aytamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kechirgan, albatta kechirimli bo'lgan. Birodalar, hududi bor hamma narsani. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunday keldilar. Ularning ustiga kelib turib, Parvardigoro Uqba ibn Abi Muayyidga, Shaybaga, Utbaga, Valid ibn Utbaga mana shu majlisda o'tirgan har bittasini nomma-nom aytib turib, o'zing kifoya qil. Haligi kulgidan asar ham qolmadi. Chunki haram edi. Bu yerda qilingan duolar ijobat bo'lar edi. Muhammad alayhisolamning sodiqul aminligini bilishar edi. Payg'ambarimizni payg'ambar ekanligini bilishardida, bu kulgidan asar qolmasdan tirqirab qochib ketdi. Shu hadisda rivoyat qilayotgan sahoba aytadi: "Allohga qasam, Nabiy sollallohu alayhi vasallam ismini zikr qilgan har bittasini Badr kunida yer tishlaganligini ko'rdim." E'tibor beraylik. Payg'ambarimiz hozir duo qilsa, qachon ijobat bo'ldi duo? 6-7-yilda bo'lgan bo'lsa, Badr g'azoti 2-yilda bo'lgan. 8 yil, 7 yildan keyin ijobat bo'lyapti. Endi Muhammad alayhisolamning duosi 8 yilda ijobat bo'lsa, biz nimaga shoshilishimiz kerak? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Yustajabu li ahadikum ma lam yastajil." Sizlarni bittanglar shoshiltirmasanglar, duolar ijobat bo'ladi dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ya Rasululloh, qanaqa qilib shoshiltiradi? U aytadi, shoshiltirgan kishi: "Allohga duo qildim, bemadi." Rivoyatlarda Musa alayhissalom va Harun alayhissalom ikkita aka-uka payg'ambar Fir'avnni va uni xonadonini halok qilgin deb duo qilishdi. Bitta payg'ambar emas, ikkita payg'ambar. Rivoyatlarda 40 yildan keyin cho'kdi Fir'avn deyiladi. Muhammad alayhissalomning duosi 7-8 yilga cho'zilgan bo'lsa, bu duosi Fir'avnning cho'kishligiga 40 yil kerak bo'lgan bo'lsa, shoshilmaylik. O'zi duo qilgan odam nimani yutkazadi, aytinglarchi? Duo qilgan odamga to'rtta narsa bor. Albatta bittasi bor. So'raganini Alloh beradi. Yoki so'raganiga 2 barobar qilib beradi, ko'paytirib beradi. Yoki shu so'raganichalik ziyondan saqlab qo'yadi. Yoki so'raganini 700 ehtimol undan ko'proq qilib oxiratiga olib qo'yadi. Mana to'rtta holat. Qaysi holatda musulmon yutkazyapti, aytinglarchi? Hech qaysida. Albatta to'rttasidan bittasi bo'ladi. Duo qilaveraylik. Mo'min kishi Alloh taologa duo qilish kerak, shoshiltirmaslik kerak. Duo qilganda tahorat bo'lish shart emas. Qiblaga qarab o'tirishlik shart emas. Yurib ketyapti, gaplashib ketavering Alloh bilan. Aytavering dardingizni. Yotib olib aytmaysizmi dardingizni? Uxlab qolgan uchun aytmaysizmi dardingizni? Malollanib ketasizlar deydi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, lekin Alloh eshitib malollanmaydi. Demak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qildilar, oradan mana shuncha yil o'tgandan keyin duosi ijobat bo'ldi. Musulmonlarning Habastonga hijrat qilishligi ziyodalashdi. Ja'far ibn Abi Talib va boshqa sahobalar jamiki 83 kishi Habastonga hijrat qilganlar. Ular Habastonda tinch, xotirjam, Najjoshiylik hukmi ostida, adolatli hukmi ostida hech kimga zulm qilinmagan holda ibodatni qilishadi. Ularning mana shu holati qisqagina vaqt davom etdi. Makkada bir ish sodir bo'ldi. Shu ish tufayli ba'zilari qaytib keldi. Makkada nima bo'lgan? Makkada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Najm surasining oxirgi oyatlari nozil bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Quraysh sayyidlarini Ka'batullohning oldida to'planishini kutdilar. Ular to'planganlaridan keyin mana shu oyatlarni o'qib berdilar. Astagfirullah va annahu huwa adhaka va abka va annahu huwa amata va ahya va annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha min nutfatin idha tumna wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbu shi'ra wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa thamuda fama abqa wa qawma nuhin min qabl innahum kanu hum adlama wa atgha wal mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha fabi'ayyi ala'i rabbika tatamara hadha nadhirun min an-nudhir al-ula azifat al-azifa laysa laha min duni Allahi kashifa afa min hadha al-hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Albatta kuldirgan ham, yig'latgan ham uning o'zidir. Albatta o'ldirgan ham, tiriltirgan ham uning o'zidir. Va albatta u zot otilib chiqadigan nutfadan erkak ayol juftlarni yaratgandir. Albatta ikkinchi bor paydo qilish ham uning zimmasidadir. Albatta boy qilgan ham, badavlat qilgan ham uning o'zidir. Albatta Shayro yulduzining parvardigori ham uning o'zidir.
albatta u zot avvalgi Od va Samud qabilalarini ham halok qildi. Bas ulardan biron kishini tirik qoldirmadi. Yana u zot ilgari Nuh qavmini ham halok qilgandir. Chunki ularning o'zlari juda zolim va tug'yonga tushgan kimsalar edilar. Yana u zot zeberu zabar bo'lgan qishloqni, ya'ni Lut payg'ambar qavmini ham qulatib, o'ragan narsa bilan o'rab ko'mib tashladi. Bas ey inson, Parvardigoringning qaysi ne'matlari haqida shak shubha qilursan? Bu, ya'ni Muhammad alayhisalom ham avvalgi payg'ambarlar qatoridagi bir payg'ambardir. Yaqin bo'lguvchi qiyomat yaqin qoldi. Uning uchun Allohdan o'zga biron ochguvchi, qachon bo'lishini bilguvchi yo'qdir. Ey mushriklar, hali sizlar mana shu so'zdan, Qur'ondan ajablanursizlarmi? Undagi oyatlarni benazir va bemisl o'git nasihatlaridan ta'sirlanib yig'lamasdan g'ofil bo'lgan hollaringizda kulursizlarmi? Bas, sizlar yolg'iz Allohga sajda va ibodat qiling. Dedilarda payg'ambarimiz sajda qildilar. Oxirgi oyat sajda oyati. Payg'ambarimiz sajda qildilar. Iymonini yashirmagan hamma mo'minlar sajda qilishdi. Hatto Qurayshning hammasi kofirdan tortib boshqasigacha sajda qilishdi. Hamma sajda qildi. Chunki bu oyatlarning buyukligidan, azamatidan, ilohiy bir siyg'adan ta'sirlangan arablar hammasi sajda qilishdi. Faqat bir kishi sajda qilmadi, bir siqim tuproqni olib turib boshiga qo'ydi, mana shu narsa menga kifoya. Lekin hammasi sajda qildi. Arab qabilalari o'rtasida Quraysh Muhammadning so'ziga sajda qildi, itoat qildi degan xabar tarqadi va mana shu xabar Habastonga yetib borib, bu noto'g'ri xabarni eshitib ular qavmimiz iymonga keldi deb qaytib kelishdi, lekin holat avvalgidan ham qattiqroq edi. Quraysh boshqalarni payg'ambarimizning so'zini eshitishdan qaytarib turgan paytda endi o'zlari ham taslimlanadigan bo'lib ketishdi. Endi nima qilish kerak? Endi o'zlari ham taslimlanadigan bo'lib qoldi. Endi bularga iqtisodiy va siyosiy qamalni berishdi. Muqotoa. Muqotoaning ma'nosi Muhammadga sollallohu alayhi vasallam va unga ergashganlarni bularga yegulik sotilmaydi, ulardan bir narsa olinmaydi, bir narsa berilmaydi, qiz olinmaydi, qiz berilmaydi. Iqtisodiy qamal. Bu holatni ko'rib Abu Tolib payg'ambarimizni bunday qiyin ahvolga tushib qolishidan xavotirga tushib, o'zini urug'ini Bani Hoshim, Bani Abdumanof, Bani Abdul Muttolib urug'lariga o'tirib, bizni farzandimizga Quraysh qanaqa muomala qilayotganini ko'ryapsizlarmi? Tashab qo'yamizmi bolamiz? Ular yo'q deyishdi. Ular sotmaydimi? Biz sotamiz. Ular muomala qilmaydimi? Biz muomala qilamiz. Bu uchala urug' o'zidan bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni himoyasiga olishdi. Shunda Abu Jahl Qurayshni to'plab turib, Abu Tolib qilgan ishni ko'rdinglarmi? Qurayshda kelishuvini mensimadimi? Endi mana shu uchala urug'ni ham surib qo'yamiz bu chekka. Va butun uchala urug' musulmoni ham, kofiri ham Makkani tashlab tashqariga chiqishdi. Shi'bi Abu Tolib deydi. Abu Tolibning bir kichkina bir qishlog'i bo'ldi. Shu yerda yashab mashaqqatda qolishdi. E'tibor beraylik. Urug'chilik, qabilachilik degan narsa qattiqligidan 3 yil davom etib ocharchilik. Musulmonlarning aybiga kofirlar ham tur beryapti. U iymon jihatidan, islomdan bo'lganligi uchun emas, urug'chiligi, qarindoshligidan, hamiyatidan turib chiqib tur beryapti. 3 yil davom etdi bu narsa. Nohaqqa qiyinchilik o'tib ketdi. Qo'lida puli bor, bir narsani olib borsa, savdogarlar sotmaydi. Chunki Qurayshda ahdi bor, kelishib qo'ygan. Tashqaridan birorta odam kelsa, savdo qilishlik uchun ovqat olib kelsa, uni bir necha barobar qimmat narxga Quraysh sotib oladi, musulmonlarga va mana shu 3 ta urug'dagi kofirlarga ham sotmaydi. Qiyinchilik juda bir qattiq bo'lib ketdi. Musulmonlar daraxtlarni, tomirlarini, baklarini yeyishga majbur bo'ldi. Sahobalardan biri aytadi, kechqurun chiqib davul qilsam deydi unga. Bir narsani ovozi eshitildi. Ochib qarasam, qo'yni kesib tashlab yuborgan terining bir parchasi ekan. Haligini shoshilib oldim, yuvib tozalab turib, kuydirib shuni yedim deydi. Musulmonlarning holati mana shunday qiyinchilik edi. Mana shunday qiyinchiliklardan o'tgan sahobalarni yelkasiga da'vatni dunyoga yayishlik degan mashaqqatli mehnat tushar edi. Sahobalarni Alloh taolo mana shunday sinagan edi. Mana shunday tarbiya qilgan edi. Bu muqotoaning shartlari nima edi? Birinchisi, Bani Abdul Muttolib, Bani Abdumanof, Bani Hoshim urug'idan va Muhammadga iymon keltirgan hamma kishilarni alohida qilamiz. Ularga hech narsa sotilmaydi, ulardan hech narsa olinmaydi. Ulardan qiz olinmaydi, qiz berilmaydi. Makka tashqarisidan ovqat olib yeyishlikka ham yo'l berilmaydi. Ular bilan hech qanday kelishuvga borilmaydi. Ularga rahm shafqat qilinmaydi.
Mana shunday qiyin ahvolda musulmonlar 3 yil qolishdi. Bu vaqtda musulmonlar 3 ga bo'lingan. Bir qismi Habasistonda, bir qismi Abu Tolibning qoriyasida, Shi'bada va bir qismi Makka da qolib azoblanayotganlar edi. Shunday holatda Alloh taolo mu'minlarning qalbiga taskin berib quyidagi oyatlarni nozil qildi. Agar Parvardigoringiz xohlasa edi, butun yer yuzidagi barcha kishilar iymon keltirgan bo'lar edilar. Axir siz odamlarni mu'min bo'lishga majbur qilurmisiz? Ya'ni bunday qilish durust emas. Chunki kishi ixtiyori bilan iymonga kelishi kerak. Dar haqiqat kimda kim Allohdan qo'rqib, sabr qanoat qilsa, albatta Alloh bunday chiroyli amallarni qilguvchi kishilarning mukofotini zoya qilmas. Har qachon payg'ambarlarimiz noumid bo'lib, bizlar yolg'onchi qilindik, payg'ambar ekanligimizga ishonmadilar deb o'ylay boshlaganlarida, ularga bizning madadimiz, g'alabamiz kelib, biz xohlagan kishilarga najot berilar edi. Ammo jinoyatchi bo'lgan qavmdan bizning azobimiz qaytarilmas. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.